Dahshat biznes ekan-ku. Keling, 2 sotix joyidan mana shu sizga o'xshab bo'lsa qancha daromad qila olish mumkin? Kuniga 100 kilo tergan taqdirda ham 25 ming sotgan taqdirda 2,5 ming pul bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? 2,5 ming pul bir kunga yetadimi Qo'zg'origa? 2,5 millionmi? Bir oyda o'tkazayotganlar bor 2,5 million pul. O'zingiz savolingizga o'zingiz javob beryapsiz. Hozir mana shu qator uzida tersak, ikkita qator bu tomonga, ikkita qator bu tomonga qo'pol aytganda bir 70 kilo qo'ziqori bor. 70 kilo qo'ziqori, masalan, bugun kuniga 22 mingdan oldim. Xo'p, 70 kilo qancha pul bo'ladi? Qo'pol aytgan 1,5 million pul bo'ladi. Buni hozir tersangiz, mana buni misol uchun, bismillah. Buni terdik deylik-da. Buni sotdik, to'g'rimi? Ikkinchisi kuni mana bu kichkina narsa mana shunaqa bo'ladi. Bu soat bo'yi bo'yicha usul. Mana shu ikki qatorimiz bir marta terib olsak 1,5 million pulga aylanadi bu. Dahshat biznes ekan-ku. Yomon biznes emas, yaxshi. Faqat stimul bo'lishi kerak. Stimul nima degani? Masalan, men 18 yildan beri tadbirkorman. Kiyim-kechak sotganman, oziq-ovqat magazin bo'lgan, birinchi sotuvchi bo'lib ishlaganman. Nimaga mana shu biznesni tanladim? Yetaymi? Buni оборотga tez bo'ladi. Masalan, 10 so'm tikdikda 20 so'm 3 oy ichida kelyapti. Ya'ni tez qaytardi, tez sarmoya. O'sha pulni olib dash tikyapsiz deb. Misol uchun bugun kuniga taxminan 1 tonna, 1,5 tonna hosil teraman.